Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Siz albatta bundan-da ko'prog'iga, bundan-da yuksakroqqa loyiqsiz. Aslida ham inson farzand dunyoga keltirar ekan, ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan, umri mehnati evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarini qaysidir ma'noda isbot qila olgan bo'lsalar, bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilib ulgurgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq
ulardan xursandroq inson yo'q. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlaridan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Xushlanmalaringiz. Ana bugun Dilafruzxon tug'ilgan kunlari, dunyo turguncha turing. Bachalaringizni huzurni ko'ring. Do'motim bilan uvali juvali bo'lib baxtli yashang. Billur tomchisidek toza qalbingdan g'am alam hech qachon soya solmasin. Yaxshi kul, yaxshi tur, singlim dunyoda dilingda zarracha armon qolmasin. Ko'p yashang, 100 yoshlarga kiring. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Quruq qarsang cholmasdan bitta choyli tabriklar berasiz. Marhamat. Bu dunyoda tilla yuzlarning sovg'a salomlarining qadri qiymati bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'izcha so'z mehr muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarda mana shunday imkoniyat bor. Tabrik so'zlarida tilaklarni siz uchun eng yaqin insonlaringizdan hayotni xursandchilik va qiyinchilik kunlarida suyanchiq, sirdosh, yelkadosh insoningiz, mana shunday shukrona kunlarga yetishingizga sababchi bo'lgan insoningiz, umr yo'ldoshingizdan marhamat, tinglaymiz tabrik so'zlarini, tilaklarni. Marhamat. Sherzodagi talafotlarda endi keling bitta gapiringizda. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tug'ida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Shoirning shunday so'zlari bor: yoningda bo'lsalar ko'ngil to'lar ekan, sen uchun jon chekib ming bor kuyar ekan. Osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'lar ekan. Onajon, mana shu xonadonni fayzi farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxt va saodatini, iqbolini ko'rdirishlik, farzandlar vaqtidan, nabiralar vaqtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklar.